Dahshatli qotillik. O'zbekistonda bugun taniqli insonni pichoqlab ketishdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yunusobodda tadbirkor pichoqlandi. Yunusobod tumanida joylashgan Makon kafesi oldida janjal chiqishi oqibatida kafe egasi pichoqlandi. Pichoqlangan odam mast bo'lgan. Guvohlar uning kimligini tanimagan, faqat 1999-yilda tug'ilgani va voqeadan keyin vodiy tomonga qochib ketgani ma'lum bo'lgan. Voqeadan so'ng guvohlar 102 ga murojaat qilishgan va pichoqlagan shaxs vodiyga ketish yo'lida tutib qaytarib olib kelingan. Aytishlaricha, ichki ishlar xodimlari ushbu jinoyatni imi-jimida hal qilish bilan ovora. Pichoq urgan odamga 109-modda qasddan badanga yengil shikast yetkazish aybi qo'yilgan, lekin jarohat yengil bo'lmagan, deydi guvohlar. Holat o'tgan oyning 10 dekabrida sodir bo'lgan, deyiladi xabarda.